21-iyul birinchi smena savollar tahlilini boshlaymiz. Birinchi savol: tenglamani yeching degan. 7 ning ikkinchisi minus 11 ning ikkinchisi taqsim 77 ning ikkinchisi minus 121 ning ikkinchisi barobar 1. Proporsiya qilamiz birinchi. 7 ning ikkinchisi minus 11 ning ikkinchisi barobar ildiz ostida 77 ning ikkinchisi minus 121 ning ikkinchi darajasi. Ana endi kvadratga oshiradigan bo'lsak, 7 ning ikkinchisi minus 11 ning ikkinchisini kvadrati barobar 77 ning ikkinchisi minus 121 ning ikkinchisi bo'ladi. Xo'p, bundan 7 ning ikkinchisiga 11 ning ikkinchisi deyman, buni 11 ning 2 ikkinchisi deyman. Va bundan 11 ning ikkinchi darajasini olib chiqadigan bo'lsak, 7 ning ikkinchisi minus 11 ning ikkinchisi qoladi bu tarafda ham. Va shuni ayirish qilib o'tamiz chap tarafga. 7 ning ikkinchisi minus 11 ning ikkinchisini qavs kvadrati ayrilgan 11 ning ikkinchisi kari 7 ning ikkinchisi minus 11 ning ikkinchi darajasi barobar 0. Ikkalasidan 7 ning ikkinchisi minus 11 ning ikkinchisini olib chiqadigan bo'lsak, 7 ning ikkinchisi minus 11 ning ikkinchisi minus yana 11 ning ikkinchisi qoladi, barobar 0 chiqadi. Har bitta qavsni alohida 0 ga tenglashtiramiz. 7 ning ikkinchisi minus 11 ning ikkinchisi barobar 0. Bundan 7 ning ikkinchisi barobar 11 ning ikkinchisi chiqadi, lekin bu aniqlanish sohani bajarmaydi. Ya'ni mana bu yoqda mahraj 0 bo'lib qoladi bunda. Demak, bunda yechim yo'q, bo'sh to'plam. Bunisi 7 ning ikkinchisi minus 2 kara 11 ning ikkinchisi barobar 0. 7 ning ikkinchisining 2 kara 11 ning ikkinchi darajasi. Bu 11 ikkinchisiga bo'lib borsak, 7 taqsim 11 ning ikkinchi darajasi barobar 2. X qiymatini topadigan bo'lsak, logaritm 11 dan 7 asosga ko'ra 2 bo'lib qoladi javobi. Bu aniqlanish sohasini ham bajaradi. Demak, to'g'ri javob A kalit bo'ladi birinchi savolda. Ikkinchi savol tahlilga o'tamiz. Hisoblang degan. Demak, 12 taqsim 0,3 ayrilgan 3,2. Buni surat mahrajini 10 ga ko'paytirsak, 120 taqsim 3 minus 3,2 bo'ladi. Bo'ladigan bo'lsak, 40 minus 3,2. Demak, 36,8 chiqadi. To'g'ri javob A kalit ikkinchi savolda ham. Keyingi 3-chi savol. Agar kotangens alfa minus 3 bo'lsa, sinus 2 alfani qiymatini toping degan. Demak, 1 plus kotangens kvadrat alfani topadigan bo'lsak, bu 1 taqsim sinus kvadrat alfani beradi. Hisoblaymiz. 1 taqsim sinus kvadrat alfa barobar 1 plus 9, demak 10 bo'lib qoladi. Sinus kvadrat alfani topadigan bo'lsak, 1 taqsim 10 bo'ladi. Kosinus kvadrat alfani topamiz ana endi. Ildiz ostida 1 minus 1 taqsim 10. Demak, 9 taqsim Demak, 1 minus sinus kvadrat bo'lsa, 1 minus 1 taqsim 10 bo'ladi. Bu 9 taqsim 10 bo'ladi. Endi kotangens manfiy bo'lishi uchun bu kosinus bilan sinusning nisbati bittasi manfiy, bittasi musbat bo'lishi kerak. Bu degani sinus 2 alfa 2 sinus alfa kosinus alfa. Demak, sinus bilan kosinusni bo'linmasi manfiy bo'lsa, ular ko'paytmasi ham manfiy bo'ladi. Demak, biz manfiysini olishimiz kerak. Ya'ni sinus 2 alfani hisoblaganda minus bilan hisoblayman. Minus 2 kara 1 taqsim ildiz osti 10 deyman. Bundan ildiz chiqaraman, bundan ildiz chiqaraman. 3 taqsim ildiz osti 10 deyman. Faqat minus bilan olaman. Demak, minus 6 taqsim 10. 2 ga qisqartirsak minus 3 taqsim 5 chiqadi. To'g'ri javob. Demak, 3-chi savol javobi ham A kalit bo'ladi. Keyingi 4-chi savolga o'tamiz. Konus ichiga
muntazam oltiburchakli piramida ichki chizilgan. Konus asosining yuzi uning to'la sirtidan 3 marta kichik. Agar piramidani hajmi 24 ildizosi 2 ga teng bo'lsa, konusning yon sirti yuzini toping degan. Demak, konus asosining yuzi to'la sirtidan 3 marta kichik. Konusning asosining yuzi demak pr kvadrat bo'ladi. To'la sirti demak pr kvadrat plus prl yon sirti. Shundan 3 marta kichik bo'lsa, demak buni 3 ga ko'paytirsak, ikkalasi tenglashadi. Ayirish qilib o'tkazsak, 2 ta pr kvadratim teng bo'ladi prl ga. Pilarim qisqaradi, radiuslari bittasi qisqaradigan bo'lsa, l barobar 2r chiqadi. Ya'ni yasovchisi, konusni yasovchisi 2 ta radiusga teng ekan. Ana endi konusning balandligini topaman, chunki ichki chizilgan piramidaning balandligi ham shu bilan bir xil bo'ladi. Ya'ni mana bu masofam r, bu 2r bo'ldi va h balandligini hisoblaymiz ana endi. Xo'p, h barobar 2r ning kvadrati demak h kvadratim 4r kvadrat minus r kvadrat bo'ladi. 3r kvadrat, h ni o'zi demak ildiz osti 3r ga teng chiqadi. Ana endi piramida ichki chizilgan piramida bo'lsa, demak asosi aylanaga ichki chizilgan oltiburchak bo'ladi. Aylanaga ichki chizilgan oltiburchak. Va bunda bilamiz, mana bu radius bo'ladigan bo'lsa, oltiburchakni tomoni radiusga teng bo'lib qoladi. Ana endi buni hajmidan foydalansak, 1/3 asosi demak s asos ko'paygan h bo'lishi kerak. Asosi demak 6 ta muntazam uchburchak yuzi bo'ladi, ya'ni 6 a kvadrat ildiz osti 3/4. Ani o'rniga r ni olsak, r kvadrat ildiz osti 3/4 bo'ladi. Mana bu asosi piramidani balandligi, mana bu konus balandligi bilan bir xil bo'lgani uchun ildiz osti 3r ga teng bo'ladi va mana shu 24 ildiz osti 2 ga teng ekan bizda. Ana endi shuni hisoblaymiz. Mana bu uchlarim qisqaradi bu bilan. Demak 6r kub proporsiya qiladigan bo'lsak teng bo'ladi 24 ildiz osti 2 ko'paygan 4. R kubni o'zini topadigan bo'lsak 6 bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadi-yu 16 ildiz ostida 2 chiqadi. Ana endi radiusini o'zini topadigan bo'lsak, demak 16 ni 8 kara 2 ildiz osti 2 desak 8 dan 2 chiqadi. 2 ildiz osti 2 dan ildiz osti 2 chiqadi. Demak radius 2 ildiz osti 2 ekan. Bizdan so'ralgani konusning yon sirti. Konusning yon sirti demak PRL ga teng. Demak pi radius o'rniga 2 ildiz osti 2. L yasovchisi 2r ga teng edi. Demak 4 ildiz ostida 2 bo'ladi. Hisoblaymiz shuni. Demak 16 pi chiqadi javobi ko'paytiradigan bo'lsak. 4-savol javobi A kalit bo'ladi. Keyingi 5-savolga o'tamiz. 10 gram tuzli eritmada 5 gram tuz bo'lsa, 160 gram tuzli eritmada qancha tuz bo'ladi degan. Demak, proporsiya qilib topsak ham bo'ladi. 10 gramiga demak 5 gram tuz to'g'ri kelsa, 160 gramiga x gram tuz to'g'ri keladi deymiz va x topish uchun 5 ni 160 ga ko'paytirib 10 ga bo'lamiz. 5 kara 16 bo'ladi, demak 80 gram chiqadi javobi. 5-test javobi kalit bo'ladi. 6-savol. Sardor sutkani 3dan 1 qismini uxlashga, 8dan 1 qismini televizor ko'rishga va 4dan 1 qismini onasiga uy ishlariga yordam berishga sarflaydi. Qolgan vaqtda esa dars qiladi. U kuniga necha soat dars qiladi deb savol bergan. Demak, bir sutkamiz 24 soat, 3dan 1 qismini topamiz oldin. 8 soat bo'ladi. 8dan 1 qismini topamiz 3 soat va 4dan 1 qismini topamiz 6 soat. Qo'shadigan bo'lsak 17 soat bo'ldi.
Qolgan demak dars qilish uchun sarflasa 24 soatdan 17 soatni ayirib tashlaymiz. Demak 7 soat davomida dars qiladi. To'g'ri javob A-kaliti 6-savolda. Keyingi 7-savol hisoblang degan. Demak 6 bo'lingan 0.3 minus 1.4. Buni surat mahrajini 10 ga ko'paytirsak 60 taqsim 3 minus 1.4. Demak 20 minus 1.4 bo'ladi. Demak 18.6 chiqadi javobi. To'g'ri javob 7-savolda ham demak A-kaliti. Keyingi 8-savolga o'tamiz. Katangens x ni qiymati minus 5 bo'lsa, sinus 2x ni toping degan. Demak sinus 2x bu bizda bo'ladi 2 sinus x kosinus x. Katangensni o'zi kosinus taqsim sinus manfiy. Bu degani bittasi manfiy, bittasi musbat bo'ladi. Demak ko'paytmamiz ham manfiy chiqadi mana bu narsa. Ana endi 1 plus katangens kvadrati x teng 1 taqsim sinus kvadrati x. O'rniga qo'yib hisoblaymiz. 1 taqsim sinus kvadrati x barobar 1 plus 25 bo'ladi. Bu 26 chiqadi. Sinus kvadrati x topadigan bo'lsak 1 taqsim 26. Kosinus kvadrati x 1 minus sinus kvadrati x demak 1 minus 1 taqsim 26 bo'ladi. Bu 25 taqsim 26. Ana endi hisoblaymiz. Sinus 2x minus 2 bilan olaman. Bular musbat olaveraman, ildiz chiqadi. 1 taqsim ildiz osti 26 bittasi, 5 taqsim ildiz osti 26 bittasi. Ko'paytiradigan bo'lsak minus 10 taqsim 26, 2 ga qisqartirsak minus 5 taqsim 13 bo'ladi. To'g'ri javob. Demak A-kaliti bo'ladi 8-savol. Keyingi 9-savol soddalashtiring degan. Demak 7ab kvadrat plus 2ab kvadrat minus 3ab kvadrat plus bab. Mana bu bab deganimiz ham bu ab kvadratni beradi. Ana endi 7 ga 2 9, 9 dan 3 ayiraman 6, 6 ga yana bittani qo'shadigan bo'lsam bu demak 7ab kvadrat chiqadi. To'g'ri javob. Demak 9-savol javobi ham A-kaliti bo'ladi. Keyingi 10-savol asosini tomonlari 10, 10, 12 ga teng bo'lgan to'g'ri parallelpetni balandligi 10 ga teng. Demak bizda 3 burchak ekan asosi to'g'ri parallelpetimizni. Tomonlari demak 10, 10, 12 va balandligi ham 10 ga teng ekan. Demak buni hajmi S asos ko'paytirilgan h. Ya'ni asosini yuzini topishim kerak. Asosi bizda teng yonli 3 burchak bo'ldi. 10, 10, 12. Geron formulasidan foydalanib birinchi asosini yuzini topamiz. Demak yarim perimetr hisoblayman. 10 plus 10 plus 12 taqsim 2. Qo'shadigan bo'lsak 32, 2 ga bo'lsak 16 chiqadi. S barobar ildiz ostida P minus A 16 minus 12 bo'ladi 4. P minus B'larim demak 6 dan chiqadi ikkalasi ham. Ana endi 16 kara 4 64 bo'ladi. Ildizdan 8 chiqadi. Mana bu ikkita 6 dan bittasi chiqadi. Demak asosining yuzi 48 ekan. Hajmi demak S asos ko'paygan h. Asos 48, balandligi 10 ko'paytiradigan bo'lsak 480 chiqadi. To'g'ri javob A-kaliti bo'ladi. Keyingi 11-savol o'nlar xonasi birlar xonasidan 5 ga kichik bo'lgan nechta 3 xonali son bor degan. Demak 3 xonali son o'nlar xonasi birlar xonasidan 5 ga kichik. Demak o'nlar xonasini x desak, birlar xonasidan 5 ga kichik bo'ladigan bo'lsa, birlar xonasidagi raqam bu 5x bo'lib qoladi. Birinchi xonaga qo'yish imkoniyatim 9 ta raqam 0 dan boshqa hammasini olishim mumkin va raqamlar takrorlanmasin degani uchun takrorsiz kombinatsiya. Endi mana buni to'ldirib chiqamiz. Xo'p, x'im 1 bo'lganda, ikkinchi raqam 1 bo'lganda bu 5 bo'ladi. Mana bu yog'i
x plus 5 bo'ladi. 5 marta emas, 5 ga kichik degan. Demak, 1 bo'lganda bu 6 bo'ladi. 2 bo'lganda 7, 3 bo'lganimda 8, 4 qo'yganimda 9. 5 qo'ya olmayman chunki 10 raqami yo'q. Demak, 1, 2, 3, 4 ta holat bo'ladi bu tarafi uchun. Keyin ikkalasini ko'paytirsak 9 kara 4 bo'ladi. Jami 36 ta son mavjud. Demak, D kaliti 11-savol. Keyingi 12-savolga o'tamiz. 5 sinus 4 x minus sinus kvadrat x 2x barobar kosinus 4-daraja x. Tenglamani minus 2pi u 3pi oraliqdagi ildizlar yig'indisini topish so'ralgan. 5 sinus 4x sinus kvadrat 2x ni demak sinus 2x 2 sinus x kosinus x bo'ladigan bo'lsa, bu minus 4 sinus kvadrat x ko'paygan kosinus kvadrat, uni o'rniga ham 1 minus sinus kvadrat x qo'yamiz. Kosinus 4 ni 4-daraja x ni kosinus kvadrat x ni kvadrati desak, kosinus kvadratni o'zini o'rniga yana 1 minus sinus kvadrat x qo'yaman, shuni kvadrati deyman. Sinus kvadrat x ni a deb belgilab oladigan bo'lsak, bizda hosil bo'ladi 5a kvadrat minus 4a kara 1 minus a barobar 1 minus a ni kvadrati. 5a kvadrat minus 4a plus 4a kvadrat barobar 1 minus 2a plus a kvadrat. Demak, 9 ta buni ham ayirish qilib o'tkazadigan bo'lsak, 8a kvadrat 2a ni bu yoqqa plus qilib olib o'tsak, demak minus 2a 1 ham minus bo'lib o'tadi barobar 0. Diskriminant qiladigan bo'lsak, demak 4 plus 8 kara 4 bo'ladi 32, 36. A 1 va 2 ni topadigan bo'lsak, 2 plus minus 6 taqsim 16. Plusligini olsak, demak 8 taqsim 16 1 taqsim 2. Minusligini olsak, minus 4 taqsim 16 bo'ladi, minus 1 taqsim 4. Biz a sifatida sinus kvadrat x ni olganmiz, shuning uchun manfiga teng bo'la olmaydi. Demak, bizda qoladi sinus kvadrat x teng 1 taqsim 2 bo'ladi. Buni daraja pasaytirish qilamiz. 1 minus kosinus 2x taqsim 2 teng 1 taqsim 2. Ikkilari qisqarsa, demak 1 minus kosinus 2x teng 1, kosinus 2x teng 0. Ana endi buni yechimi 2x barobar pi taqsim 2 plus pika x ni o'zini topadigan bo'lsak, demak pi taqsim 4 plus pika taqsim 2 chiqadi k tegishli z sharti bilan. Ana endi minus 2pi u 3pi ga tushadigan ildizlarni hisoblab chiqamiz. Demak, k teng minus 4 dan bajarib boshlaydi. Minus 4 qo'ysak minus 2pi plus pi taqsim 4 bo'ladi. Shu oraliqqa tushadi bu yechimi. K teng minus 3 qo'yaman. Demak, minus 3 qo'ysak minus 3pi taqsim 2 plus pi taqsim 4 bo'ladi. Bu ham tushadi. K ni o'rniga minus 2 ni olamiz. Demak, minus pi plus pi taqsim 4 bo'ladi. Minus 1 ni qo'yadigan bo'lsak, x ni qiymati minus pi taqsim 2 plus pi taqsim 4 bo'ladi. K ni o'rniga 0 oladigan bo'lsak, x ni qiymati pi taqsim 4 ga teng. K ni o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, x ni qiymati pi taqsim 2 plus pi taqsim 4 bo'ladi. K ni o'rniga 2 ni qo'yadigan bo'lsak, x ni qiymati pi plus pi taqsim 4 bo'ladi. K ni o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, x ni qiymati 3 pi taqsim 2 plus pi taqsim 4. K ni o'rniga 4 qo'yadigan bo'lsak, demak x ni qiymati 2 pi plus pi taqsim 4. K ni o'rniga 5 qo'yadigan bo'lsak, demak x barobar o'rniga qo'ysak 5 pi taqsim 2 plus pi taqsim 4. Bu oxirgi ildiz tushadi. K ni o'rniga 6 ni qo'yganda 3 pi dan katta chiqib ketadi. Ana endi shu ildizlar yig'indisi so'ralgan. Hammasini bir-biriga qo'shib boramiz. Xo'p, qo'shadigan bo'lsak, mana minus 2 pi bilan mana plus 2 pi ni qo'shganim 0.
minus 3 pi taqsim 2 bilan 3 pi taqsim 2 ni qo'shsam 0, minus pi bilan pi ni qo'shganim 0. Xo'p, pi taqsim 2 bilan minus pi taqsim 2 ni qo'shganim 0 bo'lib qoladi. Qolganlar ana endi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta pi taqsim 4 demak 10 pi taqsim 4 bo'ladi. 10 pi taqsim 4 bu degani 5 pi taqsim 2 ga qisqartirsak plus yana bitta 5 pi taqsim 2 miz bor. 2 ni qo'shadigan bo'lsak 10 pi taqsim 2 umumiy javob 5 pi chiqadi. 12-savolda. Demak, to'g'ri javob D kalit bo'ladi. 12-savolimiz javobi. Keyingisiga o'tamiz. Hisoblang degan 13-savolda 13,5 ni kvadrati minus 2,5 ni kvadrati. Buni qisqa ko'paytirish formulasiga qo'ysak 13,5 minus 2,5 13,5 plus 2,5 ya'ni a kvadrat minus b kvadrat formuladan foydalanamiz. Ayiradigan bo'lsak 11, qo'shadigan bo'lsak 16 bo'ladi. Ko'paytirsak 176 chiqadi. Demak 13-savol javobi a kalit bo'ladi. Keyingi 14-savol. A-5 ko'paytirilgan A-6 taqsim A ifodani qiymati butun son bo'ladigan barcha butun A ni qiymatlar yig'indisini toping degan. Demak, bu yerda ifodani qiymati ham butun son bo'lishi kerak. A ni qiymati ham butun son bo'lishi kerak. Xo'p, tepani ochib chiqadigan bo'lsak, a kvadrat minus 11 a plus 30 taqsim a chiqadi. Bo'lsak a minus 11 plus 30 taqsim a bo'lib qoladi. Endi bu ifodani qiymati butun yoki natural son bo'lishi uchun birinchi navbatda mana bu 30 taqsim a kasrmi yo'qolishi kerak. Bu kasr yo'qolishi uchun a soni 30 ni bo'luvchilar bo'lishi kerak. Demak 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 va a ni qiymati butun degani uchun xuddi shular minusligi ham bo'lishi mumkin. Ifodani qiymati ham demak natural son chiqsin demagan, butun son chiqsin degan. Demak musbat manfiyligini farqi yo'q, hammasi bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak hammasini 0 chiqadi javobi. Demak to'g'ri javob A kalit 14-savolda. 15-savolga o'tamiz. Uchburchakning tomonlari 8, 3 va 2x - 1 ga teng. X ni qabul qilishi mumkin bo'lgan barcha butun qiymatlar yig'indisi. Demak, bizda uchburchak tengsitligi bor. Istalgan tomoni qolgan ikkita tomonning yig'indisidan kichik, ularning musbat ayirmasidan katta bo'lishi kerak. Demak, 5 dan katta bo'ladi 2x - 1 ning qiymati 11 dan kichik bo'ladi. 1 qo'shib yuborsak 6 dan katta 2x 12 dan kichik, 2 ga bo'lsak 3 dan katta x ning qiymati 6 dan kichik bo'ladi. Va bu oraliqdagi butun qiymati x teng 4 bilan x teng 5 bo'ladi. Ikkalasini yig'indisi so'ralgan bizdan, qo'shadigan bo'lsak 9 chiqadi. Demak 15-savol javobi A kalit bo'ladi. Navbatdagi 16-savol. Sardor sutkaning 3 dan 1 qismini uxlashga, 8 dan 1 qismini televizor ko'rishga va 12 dan 1 qismini onasiga yordam berishga sarflaydi. Qolgan vaqtda esa dars qiladi. Sardor kuniga necha soat dars qiladi degan. Demak, bir sutkamiz 24 soat. 3 ga bo'laman, demak uxlash vaqti 8 soat. 24 ni 8 ga bo'laman, demak televizor ko'rish vaqti 3 soat. 12 ga bo'laman, onasiga yordam berish vaqti 2 soat. Ana endi qo'shib chiqamiz, jami qancha vaqt bo'ldi. Demak 13 soat bo'ldi. 24 dan 13 ni ayirib tashlaymiz, demak 11 soat davomida dars qiladi. 16-savol javobi ham A kalit. Keyingi 17-savolga o'tamiz. X taqsim y 3 bo'lsa ifodani qiymatini toping degan. Demak, buni proporsiya qiladigan bo'lsak x barobar 3y bo'ladi va shuni tepaga o'rniga qo'yamiz. X ni o'rniga 3y qo'yamiz. Demak 5y taqsim 3y, y'lar qisqaradigan bo'lsa 5 taqsim 3 bo'ladi. To'g'ri javob A kalit bo'ladi 17-savolda.
Keyingi 18-savol. 32120 metr quyidagilarning qaysi biriga to'g'ri keladi degan. Demak, metrga o'tadigan bo'lsak, buni mingga bo'lamiz. 32 kilometr 120 metrni o'zi chiqadi. Demak, to'g'ri javob A kaliti 18-savolda. Keyingi 19-savol. Agar x taqsim y 3 bo'lsa, x plus y taqsim y ifodani qiymatini toping degan. Demak, proporsiya qilsak x barobar 3y bo'ladi. Keyin shuni o'rniga qo'yamiz. Demak, 3y plus y taqsim y. 4y taqsim y bo'ladi, barobar 4 chiqadi javobi. 19-savol A kalit bo'ladi. 20-savol. Xo'p, A'ni ifodani qiymati butun son bo'ladigan barcha butun qiymatlar yig'indisi. Demak, ifodani qiymati ham butun son bo'lishi kerak, A'ni qiymati ham butun son bo'lishi kerak. Mana shu joyda butun yoki natural degan shartlar farq qiladi. Bizda hozir osonroq butun son bo'lsin degani uchun yuqoridagini ochib chiqaman qavslarni ko'paytirib, a kvadrat minus 7a plus 12 taqsim a hosil bo'ladi. Bo'lamiz. A minus 7 plus 12 taqsim a. Ana endi bu ifoda natural yoki butun bo'lishi uchun men bu 12 taqsim a kasrim yo'qolishi kerak. Bu yo'qolishi uchun a sonim 12 ni bo'luvchilari bo'lishi kerak. Ya'ni a ning qiymatlari 1, 2, 3, 4, 6 yoki 12 yoki butun son degani uchun xuddi shuni minusliklarini olsak ham bo'ladi. Agar ifodani qiymati natural desa o'rniga qo'yib tekshirib olardik. Bizda hozir butun degani uchun hammasi bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak 0 chiqadi javobi. Demak, 20-test javobi A kalit. 21-savolga keldik. Tenglamaning haqiqiy ildizlar sonini toping degan. Demak, bunda birinchi proporsiya qilib olaman. Mana bu 2 ni ham ln ni ichiga kirgizib yuborsam 2 ni kvadrati bo'ladi-yu, ln 4 bo'ladi. Minus ln 5 plus ln 3x plus 2 teng bo'ladi ln x plus ln x plus 3 ga. Ana endi logaritm asosi bir xil bo'lsa, demak bu 4 taqsim 5 ko'paygan 3x plus 2 bo'lib qoladi. Bu tarafi ln x kare x plus 3 bo'lib qoladi. Asoslarni tenglik uchun tashlab yuboradigan bo'lsak, bizda quyidagi tenglik qoladi. 4 taqsim 5 3x plus 2 barobar bu yoqni ko'paytirsa x kvadrat plus 3x. Yana bir marta proporsiya bo'ladi. 5 bu yoq ko'paytirish bo'lib o'tadi. Ochib chiqaman bu yoqni ham. 12x plus 8 barobar 5x kvadrat plus 15x. Hammasini o'ngga o'tkazsak 5x kvadratni o'zi 12x ayirish bo'lib o'tsa, demak plus 3x minus 8 barobar 0. Diskriminant qilsak 9 plus demak 160 bo'ladi. 169 x bir 2 ni topadigan bo'lsak, ana endi minus 3 plus minus 13 taqsim 10 bo'ladi. Plusligini olgan paytimizda 1, minusligini olgan paytimizda minus 1,6 bo'ladi. Demak, x teng 1 va x teng minus 1,6 bo'ldi. Biz aniqlanish soha olganimiz yo'q. Aniqlanish soha olmaganimiz uchun o'rniga qo'yib tekshirib ko'raman. O'rniga qo'yganimda mana bu logaritm shartini bajarmaydi. Ichidagi son manfiy bo'lishi mumkin emas. Xo'p, 1 qo'yadigan bo'lsak bu bajariladi. Demak, ildizlar soni bitta bo'ladi. 1 ni o'zi bo'ladi. Demak, A kalit 21-savol. 22-savol. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyada hadlar yig'indisi 36 bo'lsa, quyi 2 taqsim 3 bo'lsa, progressiyaning ikkinchi hadi B2 ni toping degan. Demak, S hadlar yig'indisi bu B1 taqsim 1 minus Q ni beradi. Barobar 36 ekan. Shundan B1 topadigan bo'lsak, 36 ko'paytirilgan 1 minus Q bo'ladi. 36 ko'paytirilgan 1 minus 2 taqsim 3. Ayiradigan bo'lsak 1 taqsim 3, 36 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 12 chiqadi. B2 ni qiymati B1 ko'paytirilgan Q.
Demak 12 ko'paytirilgan 2 taqsim 3. 12 ni 3 ga bo'laman 4, 2 ga ko'paytiraman 8 chiqadi. Demak ikkinchi chiqadi. 22-savol javobi A kalit bo'ladi. 23-savol. Agar x taqsim y 3 bo'lsa, ifodaning qiymatini toping degan. Demak buni proporsiya qilsak, x barobar 3y chiqadi. Keyin ifodaga qo'yamiz o'rniga. X minus y taqsim x, x o'rniga 3y olaman. 3y minus y taqsim 3y. 2y taqsim 3y, y'larim qisqaradigan bo'lsa 2 taqsim 3 bo'ladi. To'g'ri javob A kalit bo'ladi 23. Navbatdagi 24-savol. 2x plus 4y plus 1 taqsim 4x minus 2y plus 1 3 bo'lsa, x minus y ifodaning qiymatini toping degan. Demak, proporsiya qilamiz. 2x plus 4y plus 1 ni o'zi, buni maxrajdagini 3 ga ko'paytirib yozaman. 12x minus 6y plus 3. Hammasini chap tarafga o'tkazaman. 2x dan 12x ayiraman. Minus 10x 6y plus bo'lib o'tadi. Buni yoniga plus 10y. 1 bu tarafga ayirish bo'lib o'tadi. 2 chiqadi. Minus 10 ga bo'lib yuborsak, x minus y qoladi. 2 taqsim minus 10. 2 ga qisqartirsak minus 1 taqsim 5 chiqadi. Demak, to'g'ri javob A kalit 24-savolda. Keyingi 25-savol. Y barobar x kub minus 6x kvadrat minus 6x funksiya grafikiga y barobar 3x plus 2 to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan urinmalar o'tkazildi degan. Demak, qiymat so'ralgan. Demak, bizda bilamiz y hosila x nolim bu k ga teng. Shuni topaman. Demak, hosil olsak funksiyadan 3x kvadrat minus 12x minus 6 barobar bo'ladi. Bunga parallel bo'lsak, parallellik sharti klar teng bo'lishi kerak. Ya'ni mana buni k'si bilan bizni mana bu k'miz teng bo'lishi kerak. Bu 3 bo'ladi demak. 3 ga qisqartiraman. X kvadrat minus 4x minus 2 barobar 1. X kvadrat minus 4x minus 3 teng 0. Ko'paytuvchiga ajratsak buni. Demak, diskriminant topsak 16 plus 12 bo'ladi 28. X 1 ni topadigan bo'lsak, xo'p, 4 plus minus 2 ilzosi 7 taqsim 2. Demak, bitta urinmamiz 2 plus ilzosi 7 nuqtadan o'tkazilgan, bittasi 2 minus ilzosi 7 nuqtadan o'tkazilgan. Ana endi bunda demak, mana bu yoq shartini o'zgartiraylik. Xo'p, 6 emas, mana bu 3 bo'lsin. Shunda menimcha butun son chiqadi. Bunda soni xato ketgan menimcha. Demak, hosil oladigan bo'lsak ana endi 3x kvadrat minus 6x minus 6 barobar 3 bo'ladi. 3 ga qisqartirsak x kvadrat minus 2x minus 2 teng 1. X kvadrat minus 2x minus 3 teng 0. Ana endi x minus 3 x plus 1 ga ajraladi barobar 0. Demak, x barobar 3 bilan x barobar minus 1 bo'ladi. Mana shu ikkita nuqtadan urinma o'tkazilgan. Y urinma tenglamamiz y x0 plus y hosila x0 x minus x0 ga teng. Shundan foydalanamiz. Xo'p, birinchisi 3 qo'ygan paytimda nimaga teng chiqadi? Funksiyani o'zini qiymati 27 minus yana 27 minus 18. Bular qisqarsa minus 18 bo'ladi. Y barobar minus 18. Y hosila x0 deganim, xo'p, bu 3 ga teng. Demak, x minus 3. Mana birinchisi minus 18 plus 3x minus 9. Demak, bu 3x minus 27 bo'ladi. Ikkinchisi ana endi
y barobar minus 1 qo'yib hisoblayman. Minus 1 minus 3 plus 6. Demak plus 2 chiqadi bu. 2 plus 3 kera bunda ham x plus 1 bo'ladi faqat bunisi. 2 plus 3x plus 3 demak 3x plus 5 bo'lib qoladi. O'tkazilgan urinmalar to'liq hisoblandi. Endi aytilgan narsa ayn b'larni hisoblaymiz. Demak birinchisida a ni qiymati 3, b ni qiymati minus 27, ikkinchisida demak a ni qiymati 3, b ni qiymati 5 bo'lib qoladi. Xo'p, shunda demak 6 11 bo'ladi, minus 27 plus 11 bo'ladi. Javobimiz minus 16 bo'ladi. To'g'ri javob 25-savolda. Keyingisiga o'tamiz. 26-savol. ABCD kvadrat berilgan. Uning AC diagonali 12 ildizosti 2 ga teng ekan. Demak kvadrat ABCD AC diagonali berilgan 12 ildizosti 2. DC tomonida shunday K nuqta olindiki, xo'p, AK ni qiymati 13 ekan. Mana bitta K nuqta olingan, bu 13 ga teng ekan. Xo'p, bizdan so'ralgani demak AKC uchburchakni yuzini topish so'ralgan. Mana bu uchburchakni yuzini so'ragan. Demak diagonal tomonni A deb belgilab olaman. Shunda a kvadrat plus a kvadrat teng diagonalni kvadrati bo'ladi 12 ildizosi 2 ni kvadrati. 2a kvadrat teng 12 ildizosi 2 ni kvadrati. Ildiz chiqaradigan bo'lsa ildizosi 2a teng 12 ildizosi 2 ildizosi 2lar ketsa a barobar 12 chiqadi tomoni. Endi mana bu bo'lagini topamiz. KD ni uzunligini topamiz. Bu 12 13 bo'lsa KD ni topamiz ana endi. KD ni kvadrati plus 12 ni kvadrati teng 13 ni kvadrati. KD ni kvadratini topish uchun 169 dan demak 144 ayiramiz 25. KD ni o'zi demak shunda chiqadi. 25 KD ni kvadrati, KD'miz 5 ga teng bo'ladi. Bu 5 bo'lsa, umumiy 12 bo'lsa demak KS ni qiymati 7 ga teng bo'ladi. Xo'p, ana endi bo'yalgan soha yuzini topish uchun nima qilamiz? 12 kara 12 taqsim 2 dan, ya'ni ACD uchburchakning yuzidan ayirib tashlayman. 12 kara 5 taqsim 2 ning yuzini yoki bo'lmasa shuni birdaniga 12 kara 7 taqsim 2 desak ham bo'ladi. Chunki mana bizdan so'ralgan uchburchakning asosi 7, balandligi o'tmas burchakli bo'lgani uchun tashqarisiga tushadi 12. 7 kara 12 ni yarim desak ham bo'ladi. 6 kara 7 qoladi, demak 42 ga teng chiqadi. 26-savol javobi A kalit bo'ladi. Keyingisi 27-savol. f at x barobar x kub plus 8 taqsim x plus 2 funksiya berilgan bo'lsa, f at minus 1 ayrilgan f hosilani minus 1 dagi qiymati ayrilgan funksiyani o'zini minus 1 dagi qiymatini toping degan. Demak buni birinchi soddalashtirib olamiz. F at x demak tepani a kub plus b kub bo'yicha yoysam x plus 2 x kvadrat minus 2x plus 4 taqsim x plus 2 bo'ladi. X plus 2 lar qisqaradigan bo'lsa x kvadrat minus 2x plus 4 bo'ladi. Ana endi hosil olamiz bundan. 2x minus 2 o'rniga minus 1 qo'yib hisoblasak minus 2 minus 2 minus 4 bo'ladi. Funksiyani o'zini qiymati demak mana bunga qo'yaman. Minus 1 ni 1 plus 2 plus 4
7 bo'ladi. Ana endi bizdan so'ralgani f hosila minus 1 ayrilgan f at minus 1. F hosilam demak minus 4 chiqdi, bunisi 7 chiqdi. Demak minus 4 dan 7 ni ayiradigan bo'lsak, demak minus 11 bo'ladi javobi. 27-savol javobi A kalit bo'ladi. Keyingi 28-savolga o'tamiz. Temani yeching va x minus y ni maksimal qiymatini toping degan. Demak, bunda x plus y ni a sifatida, x y ni b sifatida belgilab olaman. Xo'p. Bizda shunda x kub plus y kub nimaga teng bo'ladi bu? X plus y ni qavs kubi minus 3xy kara x plus y ga teng chiqadi. O'rniga qo'yib chiqamiz. Demak, birinchi tenglikka qo'ysak, a plus b barobar 0. Bu degani a barobar minus b chiqadi. Ikkinchi tenglikdan foydalanadigan bo'lsak, demak, a kub minus 3ab bo'ladi. Qo'shilgan x kub y kubni o'rniga b kub qo'yaman. Barobar 12. Ana endi mana buni ikkinchi tenglikka qo'yadigan bo'lsak, a teng minus b ni minus b ni kubi plus 3b kvadrat plus b kub barobar 12 hosil bo'ladi. Bu yerda b kublar qisqaradigan bo'lsa, 3b kvadrat teng 12, b kvadrat teng 4, b teng 2 bilan b teng minus 2 chiqadi. B 2 bo'lganda a ni qiymati minus 2 bo'ladi. B minus 2 bo'lganda a ni qiymati 2 bo'ladi. Ana endi qaytadan sistema qilib olamiz. X plus y demak minus 2 bo'lsa, x y 2 bo'lar ekan. X plus y 2 bo'lsa, x y minus 2 bo'ladi. Va biz shundan x minus y ni eng katta qiymatini topib berishimiz kerak. Yuqoridan y ni topsak, minus 2 minus x bo'ladi. Shuni pastga qo'yamiz o'rniga. Minus 2x minus x kvadrat barobar 2. X kvadrat plus 2x plus 2 barobar 0 holatiga keladi. Niskrdan topadigan bo'lsak, 4 minus 8 bo'ladi, manfiy bu demak bo'sh to'plam. Bunisini endi bajaramiz. Ikkinchisini tepadan y ni topsak, 2 minus x o'rniga qo'ysak, 2x minus x kvadrat teng minus 2. X kvadrat minus 2x minus 2 teng 0. Niskrdan qiladigan bo'lsak, 4 plus 8 bo'ladi, 12. X bir 2 ni topadigan bo'lsak, 2 plus minus 2 ildizosti 3 taqsim 2 demak 1 plus ildizosti 3 ga 1 minus ildizosti 3. X ni qiymati 1 plus ildizosti 3 va x ni qiymati 1 minus ildizosti 3. O'rniga qo'yib y ni hisoblaymiz. Bunda demak 2 dan ayiraman y ni topish uchun x ni. Demak 1 minus ildizosti 3 bo'ladi. Buni ustida y ni hisoblash paytim yana 2 dan ayirsam 1 plus ildizosti 3 bo'ladi. Bizdan x minus y ayirma so'ralgan. Bu ayirmamiz eng katta bo'lishi uchun demak x kattaroq, y ham kichkinaroq bo'lishi kerak. Demak bu holat emas, mana bu holatda bo'ladi. 1 plus ildizosti 3 ayrilgan 1 minus ildizosti 3. 1 plus ildizosti 3 minus 1 plus ildizosti 3. Birlar qisqaradigan bo'lsa, javobi 2 ildizosti 3 chiqadi. Demak, to'g'ri javob A kalit bo'ladi 28-savolda. Keyingi 29-savolga o'tamiz. X ning berilgan ifodaning qiymati butun son bo'ladigan barcha natural qiymatlari, demak ifodaning qiymati butun son, x ning qiymati natural son bu safar. Xo'p, x kvadrat 2x plus 3 ni
x minus 1 ga bo'lamiz. X dan beradigan bo'lsak, demak x kvadrat minus x ayiramiz. Bu ketadi, bu plus bo'lsa 3x plus 3. Demak bunga plus 3 dan beraman endi. 3x minus 3 ayiradigan bo'lsam 3x lar ketadi, bu plus bo'lsa 6 bo'lib qoladi. Demak bu ifodaning qiymati x plus 3 plus 6 taqsim x minus 1 ga teng ekan. Ana endi bu ifodaning qiymati butun son bo'lishi uchun 6 x minus 1 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Demak x minus 1 6 ni bo'luvchilar bo'ladi. X minus 1 teng 1, x minus 1 teng 2, x minus 1 teng 3 va x minus 1 teng 6 bo'ladi. Natural degani uchun bu safar minusliklarni olmaymiz. Demak x teng 2, x teng 3, x teng 4 va x teng 7 bo'ladi. Yig'indisini toping degan, demak 2 plus 3 plus 4 plus 7 bo'ladi. 16 chiqadi. Yig'indisi to'g'ri javob A kaliti 29-savolda. Keyingi 30-savol tenglamani yeching degan. Modulda x kvadrat minus 3x plus 2 taqsim x minus 3 qo'shilgan x kvadrat minus 9x plus 20 taqsim x minus 3 barobar 2. Modulda x kvadrat minus 6x plus 11 taqsim x minus 3 berilgan. Demak, har bittasini alohida bo'lib chiqamiz. Birinchisi demak modulda 1 x plus 2 taqsim x minus 3 bo'ladi. Plus keyingisini ham xuddi shuna bo'lsak, ustun qilib x dan bersak x kvadrat minus 3x bo'ladi. X kvadrat minus 9x plus 20 ni x minus 3 ga bo'lamiz. X kvadrat minus 3x ayirsak bular qisqaradi. Minus 6x plus 20. Demak, minus 6 dan beraman. Minus 6x plus 18 ayirsak 2 chiqadi. Demak, x minus 6 plus 2 taqsim x minus 3. 2 ko'paytirilgan yana. Xuddi shundoq bo'lamiz. X kvadrat minus 6x plus 11 ni x minus 3 ga. X dan bersa x kvadrat minus 3x bo'ladi, ayirsak minus 3x plus 11. Buni ichida demak minus 3 dan bersak yana 2 qoladi. Demak x minus 3 plus 2 taqsim x minus 3. Ana endi mana buni o'zini ichidagi ifodani a deb belgilab olsak, modulda a plus modulda a minus 6 barobar 2 kara modulda a minus 3 hosil bo'ladi bizda. Demak, har bittasini ichida 0 qiladigan qiymatlarni joylashtirib chiqamiz. 0, 3 va 6. Yoki buni osonroq holatda ham bajarishimiz mumkin ekan. Uni ochib chiqmaymiz. Mana buni ichidagini to'laligicha a deyman, buni ichidagini to'laligicha b deyman. Mana bu ikkini ichkariga kirgizib yuborsak 2x kvadrat minus 12x plus 22 bo'ladi. Mana buni o'zi keyin a plus b ni beradi bizga. Demak, modulda a plus modulda b teng bo'ldi modulda a plus b ga. Endi bu tengligimiz qachon bajariladi? Bu tengligimiz yo ikkalasi ham bir vaqtda 0 dan katta yoki teng bo'lganda, yo ikkalasi ham bir vaqtda 0 dan kichik yoki teng bo'lganda bajariladi. Bittasi musbat, bittasi manfiy bo'lsa bajarilmaydi. Qolgan holatlarda bajariladi. Ana endi yechamiz. Birinchisi x kvadrat minus 3x plus 2 taqsim x minus 3 katta yoki teng 0 ni yechaman.
Keyin b ham 0 dan katta x kvadrat minus 9x plus 20 taqsim x minus 3 yechaman. B ham 0 dan katta yoki teng. Keyin ikkalasini birlashtiramiz. Ko'paytuvchiga ajratsak x minus 1 u x minus 2 taqsim x minus 3 katta yoki teng 0. Xo'p, interval qiladigan bo'lsak 1 bo'yaladi, 2 bo'yaladi, 3 bo'yalmaydi. Musbat manfiy, musbat manfiy. Bizga musbat joy kerak. 1 dan 2 gacha, 3 dan x-gacha. Bunisi ko'paytuvchiga ajratsak x minus 4 ga x minus 5 taqsim x minus 3 katta yoki teng 0. Interval qilamiz. Demak 4 5 yo'q. Birinchi demak 3 bo'yalmaydi, keyin 4, keyin 5 bo'yaladi bular. Musbat manfiy, musbat manfiy. Bizga musbat joy kerak 3 dan 4 gacha, 5 dan x-gacha. Ana endi ikkalasini birlashtirib umumiy yechim olaman. Birinchi holatimdagi yechimlarim chiqadi shunda. Demak, birinchisini yechimlari musbat bo'ladigan o'raliqlari 1 dan 2 gacha va 3 dan plus x-gacha. Ikkinchisini yechimlarimiz 3 dan 4 gacha 3 dan 4 gacha va 5 dan plus x-gacha. 2 marta bo'yalgan joy yechim bo'ladigan bo'lsa, demak bunda xo'p 3 dan 4 gacha va 5 dan plus x-gacha chiqadi. 1 bilan 2 ham kiradi oraliqqa. Lekin buni olib yozmay turaman, chunki menda ikkinchi yechimim bor. Agar mabodo ikkinchi yechimni ichida o'sha 1 bilan 2 bo'lsa, ular alohida olib turishimni hojat qolmaydi. Bo'lmasa ularni ham alohida olamiz. Ana endi buni ikkinchi holatini bajaramiz. Ikkinchisi xuddi shular manfiysi, ya'ni x kvadrat minus 3x plus 2 taqsim x minus 3 ham 0 dan kichik yoki teng. X kvadrat minus 9x plus 20 taqsim x minus 3 ham 0 dan kichik yoki teng. Yuqorida interval qilganim bo'yicha demak bunda ham birdaniga birlashtirib yechim olaveramiz. Faqat bu safar manfiy yechimlarim demak 1 2 3 bo'yalmagan. Keyingisi 4 va 5 ham bor demak. Birinchisini yechimlari demak minus x-likdan 1 gacha, 2 dan 3 gacha manfiy bo'ladigan o'raliqlarimiz. Ikkinchisini yechimlari demak minus x-likdan 3 gacha va 4 dan 5 gacha. Ham ikkinchisini yechimlari bo'ladi. Demak 2 marta bo'lgan joy yechim bo'lsa minus x-likdan 1 gacha, 2 dan 3 gacha. Keyin 4 u 5 bo'lish kerak yechimi. Bitta shu nuqtani o'zi 4 u 5 bunda bor. Va aytganimdek 1 u 2 ham bunda chiqdi. Demak, ikkalasi yechim bo'ladi. Mana shu ikkita narsa yechim bo'ladi. Javobi A kalit bo'ladi 30-savolda. Keyingi 31-savol tahliliga o'tamiz. X ning ifodani qiymati butun son bo'ladigan barcha natural qiymatlari yig'indisini toping degan. Demak, ifodani qiymati bo'lishi kerak bizda butun son. X ning qiymati natural son bo'lishi kerak. Demak, x kvadrat plus 2x plus 1 ni x minus 1 ga bo'lamiz. X dan beradigan bo'lsak, x kvadrat minus x chiqadi, ayiramiz. 3x plus 1 plus 3 dan bersak, demak 3x minus 3 ayirsak, demak plus 4 chiqadi. Demak, bu ifodam x plus 3 plus 4 taqsim x minus 1 bo'ladi. Ana endi bu ifoda natural yoki butun chiqishi uchun 4 sonim x minus 1 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Ya'ni x minus 1 ham 4 ni bo'luvchilari bo'ladi. X minus 1 teng 1, x minus 1 teng 2 va x minus 1 teng 4. Minusliklarni olmayman bunda. X teng 2, x teng 3 va x teng 5 bo'ladi. Yig'indisi 2 plus 3 plus 5 qo'shadigan bo'lsak 10 chiqadi. To'g'ri javob A kalit bo'ladi.
Keyingi 32-savolga o'tamiz. Tengsizlikni yeching degan. Mahraj uchun birinchi aniqlanish soha olaman. X kvadrat minus 8x plus 15. Bu 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Faqat mahrajda bo'lgani uchun katta 0 ni o'zini olamiz. Demak, x minus 3 ga x minus 5 0 dan katta. Integral qilamiz. 3 u 5. Musbat, manfiy, musbat. Bizga musbat joy kerak. Demak, x kichik 3 bilan x katta 5. Va chiqaradigan yechimlarim ham faqat mana shu oraliqqa tushadiganlarni olib bilaman. Endi bu musbat son bo'lgani uchun tashlab boraman. Bo'lganda manfiy bo'lishi uchun x kvadrat minus 6x minus 16 kichik yoki teng 0 bo'lishi kerak. Ko'paytuvchiga ajratsak x minus 8 ga x plus 2 bo'ladi, kichik yoki teng 0. Interval qilamiz. Minus 2 u 8. Musbat, manfiy, musbat. Bizga manfiy joy kerak. Demak, minus 2 dan x ni qiymati 8 gacha bo'ladi. Ikkalasini ana endi birlashtiradigan bo'lsak, minus 2, hop 3, 5 va 8. 3 dan kichik, 5 dan katta, bu bizda aniqlanish soha. Keyingisi minus 2 dan 8 gacha mana bu yechim. 2 marta bo'lgan joy yechim bo'ladigan bo'lsa, bizda javobimiz demak minus 2 dan 3 gacha, birlashma 5 dan 8 gacha bo'ladi. Demak, 32-savol javobi A kalit bo'ladi. Keyingi 33-savolga o'tamiz. F at x barobar 2 kosinus kvadrat x funksiyani boshlang'ich funksiyasini toping degan. Demak, integral 2 kosinus kvadrat x dx. Buni birinchi daraja pasaytirish qilaman. 2 kere 1 plus kosinus 2x taqsim 2 dx deyman. Ikkilari qisqarsa demak 1 plus kosinus 2x dx qoladi. Birdan boshlang'ich x ga teng. Kosinusi boshlang'ichi sinus bo'ladi. Ichini hosilasi bo'linadi faqat. 2x dan hosila 1 taqsim 2 bo'lib, 2x ni hosilasi 2 bo'lish bo'lganda bu 1 taqsim 2 sinus 2x plus c bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 33-testda ham A kalit bo'ladi. Keyingi 34-savolga o'tamiz. F at x teng A, f at A teng 3, j at A teng 2, ko'paytma minus 6 bo'lsa deyapti. Hamda j at x toq funksiya bo'lsa, ifodani qiymatini topish so'ralgan. Demak, j at x toq funksiya bo'lsa, toq funksiya bo'lish sharti j at minus x minus j at x ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu j at minus a minus j at ga teng bo'lsa, bu minus 2 bo'ladi. Mana bu yoqqa o'rnak qo'ysak, f at minus a ko'paytirilgan minus 2 barobar 6 bo'ladigan bo'lsa, f at minus a ni qiymati minus 3 bo'ladi. Ana endi berilganlar hisoblashimiz kerak. J at minus a, f at minus a qo'shilgan f at a minus j at a ni kvadrati. Xo'p, j at minus a ni qiymati bizda demak minus 2 ga teng. F at minus a ni qiymati minus 3 ga teng. Plus demak 3 minus 2 ni kvadrati bo'ladi. Minus 2 minus 3 plus 1. Minus 5 plus 1 bo'ladi. Minus 4 chiqadi javobi. Demak, A kalit 34-savolim.
35-savol. Aniq integralni hisoblang degan. Demak, chegara pi taqsim 2 dan 5 pi taqsim 6 gacha kosinus x ko'paygan ln ildizosi sinus x taqsim sinus x dx. Birinchi mana bu lnni ichidagi sinus x darajasini 1 taqsim 2 darajasi deyman, oldiga tushirib olaman. Shunda bu 1 taqsim 2 to'liq integraldan tashqariga chiqib ketadi. Pi taqsim 2 dan 5 pi taqsim 6 gacha. Va bizda qoladi kosinus x ko'paytirilgan ln sinus x taqsim sinus x dx qoladi. Endi ln sinus x ni a deb belgilab olamiz u hosila olamiz. 1 taqsim sinus x sinus hosilasi ko'paytiriladi. Demak, ko'paygan kosinus x dx barobar dA bo'ladi. Va bundan kosinus x dx topadigan bo'lsak, dA ko'paytirilgan sinus x chiqadi. Endi o'rniga qo'yamiz qaytarib. 1 taqsim 2 pi taqsim 2 dan 5 pi taqsim 6 gacha ln sinusni o'rniga a ni olaman. Kosinus x dx o'rniga dA sinus x ni olaman. Taqsim sinus x deyman. Sinus x'larim ketadi-yu. 1 taqsim 2 pi taqsim 2 dan 5 pi taqsim 6 gacha a dA qoladi. Ya'ni 1 taqsim 2 a kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni a kvadrat taqsim 4 chiqadi umumiy boshlang'ichi. 5 pi taqsim 6 dan pi taqsim 2 gacha. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, ln kvadrat sinus x taqsim 4 5 pi taqsim 6 dan pi taqsim 2 gacha. Ana endi hisoblaymiz shuni. 5 pi taqsim 6 ni qo'ysakda pi minus pi taqsim 6 qilsak sinus pi taqsim 6 ga teng bo'ladi-yu, 1 taqsim 2 bo'ladi. Demak, ln kvadrat 1 taqsim 2 taqsim 4 minus pi taqsim 2 da sinusim 1 ln kvadrat 1 taqsim 4. ln birim 0 ga teng bo'lsa bu 0 bo'lib ketadi. Demak, javobimiz 1 taqsim 4 ln kvadrat 1 taqsim 2 ga teng chiqadi. Demak, buni 2 ni minus 1 qilsam, bu kvadrat bo'lgani uchun oldiga chiqmaydi. A javobdagi bilan bir xil bo'ladi. Mana bu A javob to'g'ri desak ham bo'ladi yoki bunga 1 taqsim 2 qilib yozib qo'ysam ham bo'ladi. Shunda to'g'ri javob A kalt bo'ladi. Demak, 1 taqsim 4 ln kvadrat 1 taqsim 2 chiqadi. To'g'ri javob. Keyingi 36-savol. Tengsizlikni yeching va uning nechta butun yechimga ega ekanligini toping degan. Demak, aniqlanish soha olamiz. X kvadrat minus 8x minus 12 0 dan katta deyman. O'z 0 dan katta yoki teng olishim kerak. Mahrajda bo'lgani uchun faqat katta shartini o'zi yetarli. Ko'paytuvchiga ajratsak x minus diskriminant qilsak 64 plus 48 bo'ladi. 112 chiqadi. X bir 2 ni topsak 8 plus minus. Demak, bu 4 ildizosi 7 taqsim 2 bo'ladi. Demak, bitta javobim 4 plus 2 ildizosi 7, bittasi 4 minus 2 ildizosi 7. Demak, buni ko'paytuvchiga ajratsak x minus 4 plus 2 ildizosi 7 dan x minus 4 minus 2 ildizosi 7 gacha katta 0 turibdi. Interval qilib topadigan bo'lsak, x kichik 4 minus 2 ildizosi 7 dan x katta 4 plus 2 ildizosi 7 bo'ladi. Aniqlanish sohasini o'zi. Endi bu musbat son bo'lganimda manfiy chiqishi uchun suratda turganim, ya'ni x kvadrat minus 8x minus 16 kichik yoki teng 0 bo'lishi kerak. Ana endi buni ko'paytuvchiga ajratib ko'ramiz yana. Xo'p. Diskriminant qilsak 64 plus yana 64 bo'ladi. 128. X bir 2 ni topsak 8 plus minus
8 yıldız osti 2 taqsim 2. Demek 4 plus 4 yıldızda 2. 4 minus 4 yıldızda 2. Demek x minus 4 plus 4 yıldızda 2. X minus 4 minus 4 yıldızda 2. Kichik yoki teng 0 bo'ladi. Ana endi buni interval qiladigan bo'lsam, buni yechimlari bo'lsa 4 minus 4 yıldız osti 2 dan 4 plus 4 yıldız osti 2 gacha bo'ladi. Taqribiy qiymati bilan hisoblab tengsizlik qila olamiz, chunki bizdan aniq yechim so'ralmagan, nechta butun yechimga egaligi so'ralgan. 7 dan 2,6 chiqsa, demak 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 5,2, 4 dan ayirsak -1,2 mana bu taqriban. Bunisi demak bu ham demak 2,6, 5,2 ga ko'paytirsak 4 qo'shsak 9,2 bo'ladi bu taqriban. Xo'p, bunisi 2 dan 1,4 chiqsa 5,6 demak -1,6 qoladi taqriban. Bunisi 5,6, 4 qo'shsak 9,6 bo'ladi. Ana endi shuni son nuriga chizaman, shunga qarab butun yechimlarni olsak bo'ladi. Demak, eng birinchi bo'lib -1,6 mana buni belgilayman. Taqribiy qiymati. Keyin -1,2 buni belgilaymiz. Keyin 9,2 va eng oxirida 9,6. Demak, buni yechim -1,6 dan 9,6 gacha mana bu joyi. Buni yechimi -1,2 dan kichik, 9,2 dan katta mana bu joyi. Mana bizda yechimlarimiz tayyor. Xo'p, butun yechimlar so'ralgan. Bu oralig'da ham butun yechim yo'q, bu oralig'da ham butun yechim yo'q. Demak, butun ildizlari 0 ta bo'ladi. A kaliti to'g'ri bo'ladi 36-savolda. Keyingi 37-savol. A ning ifodaning qiymati butun son bo'ladigan barcha natural qiymatlarini toping degan. Demak, ifodaning qiymati butun, A ning qiymati natural bo'lishi kerak. Ochib chiqaman yuqorini birinchi. A kvadrat minus 9A plus 20 taqsim A. A ga bo'ladigan bo'lsak A minus 9 plus 20 taqsim A chiqadi. Bu ifodaning qiymati natural yoki butun bo'lishi uchun 20 soni A ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Demak, A soni 20 ni bo'luvchilari bo'ladi. Demak, A ning qiymatlari 1, 2, 4, 5, 10 va 20 bo'ladi. A ni natural son degan uchun minusliklar olinmaydi. Shuni yig'indisi so'ralgan. Endi qo'shib chiqamiz shuni. 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 10 plus 20. Xo'p, qo'shadigan bo'lsak 42 bo'ladi. 6 ta qiymati bo'ladi. Demak, to'g'ri javob A kalit bo'ladi 37-savolda. Keyingi 38-savol. ABCD kvadratning tomoni 40 ga teng. BC tomonida Y nuqta olingan bo'lib, AY xo'p 41 bo'lsa, shtrixlangan AYC uchburchak yuzini toping degan. Demak, birinchi mana buni asosini topishim kerak. YC ni balandligi 40 ga teng bo'ladi. Birinchi bo'lib mana bo'lakchasini topamiz. X deymizda BY ni uzunligini x kvadrat plus 40 ni kvadrati barobar 41 ni kvadrati deyman. Pifagor qo'llasam x kvadrat teng 41 kvadrati minus 40 ni kvadrati, x kvadrat teng 41 minus 40, 41 plus 40. A kvadrat minus b kvadrat qilsak 1 kare 81 bo'ladi. X barobar 9 chiqadi. Ana endi x ni topgandan keyin y ni topsak bo'ladi. Uchburchagimizning asosi bu 40 minus 9 bo'ladi. 31 chiqadi. S bo'yalgan yuza, shtrixlangan yuzam YS ko'paytirilgan balandligiga 40 ni olsam bo'ladi. Mana bu yoq 90 bo'lgani uchun. Mana bu yoq o'tmas burchaklik, uchburchak tashqarisiga tushadi balandligi. YS 31 ko'paygan 40 taqsim 2 deymiz. 31 kare 20 bo'ladi. Demak, 620 chiqadi yuzasi.
Demak, A kaliti to'g'ri bo'ladi bunda ham 38 da ham. 39 hisoblang degan. 3 ko'paygan 2 ni 7-si ko'paygan 4 ni 5-si 1 taqsim 32 ni 5-si ko'paygan 8 taqsim 14 ni kvadrati 1 taqsim 2 ni 5 darajasi. Demak, 3 ko'paygan 2 ni 7-si 4 ni 2 ni kvadratini 5-si deb yozsak, bu 2 ni 10 darajasi bo'ladi. Ko'paygan 8 2 ni kubi bo'ladi. Mana bu 30 1 taqsim 32 deganim bu 2 ni 5-sini kvadrat 2 ni 10-si bu maxrajiga tushib ketadi ko'paytirish bo'lib. 14 ni 2 kere 7 desak, demak 2 ni kvadrati ko'paygan 7 ni kvadrati bo'ladi. Ko'paygan 1 taqsim 2 ni 5 darajasi. Mana bu bilan bu qisqaradi. Xo'p, yuqorida 3 ko'paytirilgan 2 ni 10-si qoladi. Maxrajida 7 ni kvadrati ko'paytirilgan 2 ni 7-si qoladi. Bu ikkalasi qisqarsa yuqorida 2 ni kubi bu 8 ga teng bo'ladi. 8 kere 3 bo'ladi 24 taqsim 7 ni kvadrati bo'ladi 49. Demak, javob 24 taqsim 49 bo'ladi A kaliti. Keyingi 40-savol. Chizmada y barobar ax kvadrat plus bx plus c parabola grafigi tasvirlangan. A va B koeffitsiyentlar ishoralarini aniqlang deb savol bergan. Demak, tarmoqlari birinchi navbatda yuqoriga yo'nalgani uchun A0 dan katta bo'ladi. Xo'p, A0 dan kichik bo'ladi degan javoblar chiqib ketdi, C va D javoblar. Ana endi x0 manfiy bo'lyapti. Parabola uchun x0 manfiy. Bu degani minus b taqsim 2a edi, 0 dan kichik bo'lishi kerak. Minus 1 ga ko'paytirib yuborsak b taqsim 2a 0 dan katta. Xo'p, a ni qiymati 0 dan katta, b ni a ga mana pastda demak musbat son. Bo'lganda musbat chiqishi uchun demak b ni ham qiymati 0 dan katta bo'ladi. Demak, ikkalasi ham 0 dan katta bo'ladigan javob to'g'ri bo'ladi. Demak, to'g'ri javob A kaliti bo'ladi 40-savolda. Bu ham demak xato o'z-o'zidan. Keyingi 41-savolga o'tamiz. Shakl pastki qismi tomoni 2r bo'lgan kvadrat va yuqori qismi radiusi r bo'lgan yarim doiradan tashkil topgan. Shaklning to'liq yuzi 126 ga teng bo'lsa, yarim doirani radiusi r ni toping degan. Demak, bu 2r ga 2r bo'ladi, yuzasi 4r kvadrat bo'ladi. 2r ko'paygan 2r. Plus yuqoridagi pr kvadrat taqsim 2 olaman, chunki yarmisi barobar 126. 4r kvadrat pi o'rniga 3 oladigan bo'lsak, demak 3r kvadrat taqsim 2 barobar 126. 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 8r kvadrat plus 3r kvadrat barobar 2 kere 126. Qo'shsak 11r kvadrat teng demak 252 r kvadrat topadigan bo'lsak 252 taqsim 11. Demak, ildiz chiqarsak radiusimiz bo'ladi. Ildiz ostida 252 taqsim 11 chiqadi. 41-savol javobi ham A kaliti demak. 42-savol. Doira 8 ta teng sektorga bo'lingan. Bo'yalgan soha yuzi doira yuzini qanday qismini tashkil qiladi degan. Demak, 8 tadan 4 tasi bo'yalgan, 4 tasi bo'yalmagan. Demak, teng yarmi 2 dan 1 qismi bo'ladi. To'g'ri javob A kaliti. Keyingi 43-savolga o'tamiz. Xo'p, hisoblang degan. Demak, bu yerda eng ichkaridagi ildizdan boshlashimiz kerak. Birinchi bo'lib ildiz ostida 13 plus ildiz ostida 48 ni soddalashtiramiz. 13 plus 48 ni 4 kere 12 deydigan bo'lsam, 2 ildiz ostida 12 bo'lsin bu. Ana endi ildizdan chiqarish qoidasiga ko'ra ko'paytmasi 12 yig'indisi 13 bo'ladigan sonlarni qidiramiz. Bu 12 va 1 sonlari, demak bu ildiz ostida 12 plus ildiz ostida 1 ni qavs kvadrati. Bu ikkalasi qisqarsa modulda chiqadi. Bu musbat bo'lgani uchun yana o'zi chiqadi. Endi ikkinchi ildizni hisoblaymiz. 5 minus mana buni qo'yaman.
ildiz osti 12 plus 1 ni qo'yaman mana buni o'rniga. Demak, qavsda yozamiz faqat 12 plus 1. 5 minus 12 ni demak 4 kara 3 desak 2 ildiz osti 3 minus 1 bo'ladi. Soddalashtirsak 4 minus 2 ildiz osti 3. Ichkaridagi ildiz oldi 2 ga olib kelindi. Ko'paytmasi 3 yig'indisi 4 bo'ladigan sonlar 3 bilan 1. Demak, ichkaridagi ifoda ildiz osti 3 minus ildiz osti 1 ni qavs kvadrati. Ildiz bilan kvadrat qisqarsa bu modulda chiqadi. Bu demak o'zi musbat bo'lgani uchun ildiz osti 3 minus 1 chiqadi. Oxirgi ildiz qoldi. Katta ildizim 6 plus ildiz osti 3 minus 1 qoldi. Demak, bu ildiz ostida 5 plus ildiz osti 3. Mana bu yoqda 2 qolib ketdi. 2 kere demek ildiz osti 3 minus 1. Demek ildiz ostida 6 plus 2 ildiz osti 3 minus 2. Demek 4 plus 2 ildiz osti 3 ko'paytmasi 3 yig'indisi 4 bo'ladigan sonlar 3 va 1. Ildiz osti 3 plus 1 ni qavs kvadrati. Ildiz ostida qisqarsa demak ildiz osti 3 plus 1 modulda chiqadi va musbat bo'lgani uchun o'zi bo'ladi. Demak javobimiz ildiz osti 3 plus 1 bo'ladi. 43-savol A kalt. Keyingi 44-savolga o'tamiz. 44-savolda demak bizdan so'ralgan O1 O2 masofani topish so'ralgan. Xo'p, bu yerda parallelogramni diagonalini topib olaman. BD diagonalini uzunligini kosinuslar teoremasini qo'llab topamiz. Demak bu 60 gradus. Bu 8, bu 5. X deymiz, x topamiz. X barobar xo'p 8 ni kvadrati plus 5 ni kvadrati minus 2 kere 8 kere 5 kosinus 60 da 1 taqsim 2. Hisoblaydigan bo'lsak 64 plus 25 2lar ketsa minus 40. Hisoblaydigan bo'lsak demak 49 bo'ladi. Demak x teng 7 chiqadi 3-tarafim. Ana endi ichki chizilgan aylana radiusini topaman. Shu burchakni. Mana bu aylanamizni radiusi kerak bizga. Mana bu joy. Demak tomonlarim 5, 7, 8 bo'ldi. İchki chizilgan aylana radiusini topamiz. R barobar K taqsim A plus B plus C 2 ko'paygan 100 ga AB sin alfa. AB sin alfa taqsim 2 ni qo'yamiz. Ya'ni 8 kere 5 sinus 60 gradus taqsim 2 ni olaman. Taqsim A plus B plus C 5 plus 8 plus 7. Ana endi 2'lar ketadi. 8 kere 5'im 40. Sinus 60 gradus ildiz osti 3 taqsim 2 taqsim. Buni qo'shadigan bo'lsak 20 chiqadi. 40'ı 20 ga bo'laman 2. Bu 2 bilan qisqarsa demak ildiz osti 3 ekan. Mana bu radiusim. Endi buni mana bu joydan bu yoqqa tutashtirsak, mana bu yoqda kvadrat hosil bo'ladi. Ya'ni mana bu masofamiz ham yana radiusga teng bo'ladi. Mana bu bo'lagimni x deyman. Xuddi shunday bu ham bu taraf ham demak bir xil bo'lgani uchun bu yog'i ham x bo'ladi. Yoki buni a desam, mana bu bo'lagim ham a ga teng bo'ladi. Biz qidirayotgan O1 O2 masofa 2a ga teng bo'ladi. Shuni topishim kerak. Bu Pifagor qo'llaydigan bo'lsak, r kvadrat plus r kvadrat teng a kvadrat. A kvadrat teng 2r kvadrat. A teng ildiz osti 2r chiqadi. R ni o'rniga ildiz osti 3 ni oladigan bo'lsak, A barobar ildiz osti 2 kere ildiz osti 3, ildiz osti 6 bo'ladi. Demak, mana bu joyni o'chiramiz. Tashdik. Xo'p. Urinish nuqtalarigacha bo'lgan masofalarni topib chiqishim kerak. Buni o'chirib turaman. Mana buni x deydigan bo'lsam, mana bu joyi ham x ga teng bo'ladi. Bu yog'i 5 minus x deydigan bo'lsam, bu ham 5 minus x bo'ladi. 8 dan 5 minus x ni ayirib tashlaydigan bo'lsak,
Demak 3 plus x bo'ladi mana bu joyi. Bu yog'i 7 minus x bo'ladi to'liq mana shu joygacha. Demak 3 plus x 7 plus 7 minus x ga teng. Bu yoqqa o'tsa 2x barobar 4, x teng 2 chiqadi. Demak, mana bu bo'laklarni yozib chiqaman. Mana bu joyi 2 xuddi shundan xulosa qiladigan bo'lsam, demak bu 5lik tomondan kelib chiqib, bu yoq 5 bo'lsa, mana bu yog'i ham demak 2 bo'lib qoladi. Demak, mana bu joygacha ham 2, bu yog'i ham 2 bo'ladi. Shunda mana bu oradagi masofam 7 dan 4 ayirib tashlasam, bu 3 ga teng chiqar ekan. Ana endi bizda mana bunday holat bo'lganda mana masofam to'liq 3, oraliq masofam, bu yog'i radius, bu yog'i ham radius. Mana bu oradagi kesmani so'ragan. O1 O2 kesmani uzunligini topish so'ralgan bizdan. Xo'p, nima qilamiz? Mana bu joydan O1 nuqtani pastga ko'chiraman, mana bu yoqqa masofa pastga tushiraman. O2 ni ham pastga tushiraman shunda. Bu ham demak masofaga tushsa, mana bu yoqda parallel ko'chadi. O1 O2 bizda o'zgarmaydi shunda. Ya'ni umumiy mana bu yog'i 2r bo'ladi va mana bizdagi O1 O2 ni a ga teng deymiz, shuni topamiz. Pifagor qo'llasak bo'ladi endi. Ya'ni 3 ni kvadrati 9 plus 2r ni kvadrati 4r kvadrat. 4 radius ildizosi 3 bo'lsa, kvadrati 3 bo'ladi. Barobar a kvadrat. A kvadrat teng 12 plus 9 bo'ladi 21. A barobar ildizosi 21 chiqadi. Demak, to'g'ri javob A kalit bo'ladi testimizda. Keyingi savolga o'tamiz. 45. X burchakni toping degan. Demak, bu x tengligi ko'rsatilgan, bu ham x 36 gradus qo'shilgan 2x barobar 90. 2x topish uchun 90 dan 36 ni ayirib tashlaymiz. 54 gradus 2 ga bo'ladigan bo'lsak 27 gradus chiqadi x ni qiymati. Demak, bunda to'g'ri javob 27 gradus bo'lar ekan. 46-savol. Soddalashtiring degan. Demak, hisoblab chiqsak, birinchi AB kvadrat plus 9AB kvadrat plus 3AB kvadrat plus yana AB kvadrat. Ana endi qo'shaman. 9 taga bitta 10 ta, 13 ta bu bilan 14 ta AB ni kvadrati bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B kalit 46 ta. Keyingi 47-savolga o'tamiz. Proporsiyani chetki hadlari 18/3, o'rta hadlardan 1/6, ikkinchisini toping. Ikkinchi o'rta hadini x deydigan bo'lsam, bizda qoida bor. Tashqi hadlar ko'paytmasi ichki hadlar ko'paytmasiga teng. Demak, 18 ko'paytirilgan 3 teng bo'ladi 6 ko'paytirilgan x ga. X topish uchun 18 ko'paytirilgan 3 ni 6 ga bo'lamiz. 3 kere 3 bo'ladi. Demak, javobi 9 chiqadi. B kalit. Keyingi 48-savol. Asosini tomonlari 5, 6, 7 ga teng bo'lgan parallelpedni hajmi. Demak, bu yerda umumiy qirralari bo'lishi kerak. Parallelpedimizni qirralari demak 5, 6, 7 bo'lsa, hajmini topish uchun demak 3 ta o'lcham ko'paytiriladi. Demak, 210 chiqadi javobi. C kalit bo'ladi. Keyingi 49-savolga o'tamiz. Agar A va B juft raqamlar bo'lsa, A ko'paytirilgan B ning eng katta qiymat. Bu yerda aytilmagan turli raqam yoki bir xil raqamligi, shu uchun umumiy holatda bir xil olishim mumkin. Ko'paytma eng katta bo'lishi uchun har bitta raqam eng katta bo'lishi kerak va juft eng katta raqami bu 8. Ko'paygan 8 bo'ladi, javobi 64 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B kalit.
50-savol hisoblang degan. A kvadrat minus B kvadrat bo'yicha hisoblaymiz. 15,5 minus 4,5 15,5 plus 4,5 bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak 11, qo'shadigan bo'lsak 20 bo'ladi. Ko'paytirsak 220 chiqadi. To'g'ri javob B kaliti. 50 da. Keyingi 51-savolga o'tamiz. Asosini tomonlari 10 va 12 bo'lgan piramidani yon qirralari asos tekisligi bilan 45 gradusli burchak hosil qiladi. Piramidani hajmini toping degan. Demak, uchburchakli piramida 10 12 asosini yuzini topib qo'yamiz birinchi bo'lib. Balandligini h deyman. 6 bo'ladi. H kvadrat plus 6 ni kvadrati teng 10 ni kvadrati 100 minus 36 bo'ladi 64. H teng 8. S asos 12 ko'paytirilgan 8 taqsim 2 bo'ladi. Demak 4 12 48 chiqadi asosini 100. Endi yon qirralari asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil qilsa, mana bu balandlik tashqi chizilgan aylana markaziga tushadi. Ya'ni mana bu yoq 90 piramidani balandligini h deydigan bo'lsa, mana bu tashqi chizilgan aylana radiusi bo'ladi bizda. Va oradagi burchagi 45 gradus ekan. Endi xo'p, bu 45 bo'lgandan keyin burchagi h bilan r bir-biriga teng bo'ladi. Ya'ni piramidani balandligi asosiga tashqi chizilgan aylana radiusiga teng. Tashqi chizilgan aylana radiusi ABC taqsim 4s. Demak 10 ko'paygan 12 taqsim 4 kara 48. Bu ikkalasi qisqaradi. Bunga bitta, bunga 4 ta. 104 ga bo'laman 25 taqsim 4 bo'ladi balandligi. Ana endi bizdan so'ralgan narsa piramidaning hajmi. Demak 1 taqsim 3 S asos 48 va H 25 taqsim 4. Demak 4 kere 3 bo'ladi 12, 48 bunga bo'lsak 4 kere 25 bo'ladi 100 chiqadi javobi. To'g'ri javob A kaliti bo'ladi 51 da. 52-savol. F at x barobar 2 sinus kvadrat x funksiyani boshlang'ich funksiyasini toping degan. Demak, integral 2 sinus kvadrat x dx. Birinchi daraja pasaytirish qilamiz. 2 ko'paytirilgan 1 minus kosinus 2x taqsim 2 dx deymiz. Ikkilari qisqaradigan bo'lsa, integral 1 minus kosinus x kosinus 2x dx. X minus sinus 2x taqsim 2 plus c bo'ladi. Demak, to'g'ri javob C kaliti bo'ladi. Keyingi 53-savolga o'tamiz. Doiraning necha foizi bo'yalgan degan. Demak, umumiy bo'laklarimiz soni 10 ta, shundan demak 8 tasi bo'yalgan. 10 dan 8 qismi. Demak, butinim 100%, shuni 10 dan 8 qismi 10 ga bo'lib 8 ga ko'paytiramiz. 10 ko'paygan 8 demak 80% bo'yalgan. To'g'ri javob D kaliti. 54-savol. Rasmda BC diametrli aylana berilgan. Burchak AOB 58 bo'lsa, burchak AOC'ni toping. Demak, bu diametr bo'lsa to'lig'i 180. Buni x deydigan bo'lsak, x bilan 58 ning yig'indisi 180 gradusga teng bo'ladi bizda. X topish uchun 180 dan 58 ni ayirib tashlaymiz. Demak, x ning qiymati bo'ladi 122 gradus bo'ladi. To'g'ri javob
D kalit bo'ladi bunda. Oxirgi 55-savolimiz. Demak, oldin xo'p, diagonalni topib olaman. 16 ga 10 bu 60 gradus ekan. Buni A ga teng desak, xo'p, 16 ning kvadrati qo'shilgan 10 ning kvadrati minus 2 kara 10 kara 16 kosinus 60 da 1 taqsim 2 bo'ladi. Bu A kvadratga teng. Hisoblasak bular qisqaradi. A kvadrat demak 256 plus 100 minus 160. Ayiradigan bo'lsak, demak bizda qoladi 196. Demak, diagonali 14 ga teng ekan umumiy uzunligi. Endi mana bo'lakchasini topamiz. Bu x, bu yog'i 10 minus x, bu ham 10 minus x urinmalar teng. Nuqtadan aylanagacha bo'lgan. 16 dan ayirib tashlaydigan bo'lsak, bu 6 plus x bo'ladi. Mana bu joyi ham 6 plus x bo'lishi kerak. 14 edi, bu 14 minus x desa ham bo'ladi buni. Demak, 6 plus x ham teng ekan 14 minus x ga. Xo'p, 2x teng 20. X teng 10 chiqadi. Ana endi mana bu aylanani radiusini topamiz, ya'ni mana bu er masofani. Xo'p, uchburchakka ichki chizilgan aylana 16 10 bitta tarafi 14 bo'ldi. R barobar 2s taqsim A plus B plus C. 2 kara S ga AB sinus alfa taqsim 2 ni olaman. 10 ko'paygan 16 sinus 60 da 163 taqsim 2 taqsim 2 bo'lingan tomonlarning yig'indisi demak 40 bo'ladi. Bu 2 bilan bu qisqaradi. 162 ga bo'lsak 80, 80 ni 40 ga bo'lsak 2 demak 2 ildiz ostida 3 ekan radiusim. Endi biz topishimiz kerak bo'lgan masofani uchburchakka o'tkazib olamiz. Mana bu holatda bo'ladi. Mana bu holatda. Ya'ni bu A1 nuqta bo'lsin, bu A2 nuqta bo'lsin, bu ham radius, bu ham radius. Mana bu oradagi kesmaning uzunligi bizda mana bu yog'i. Bu yoqda 2x teng 20 emas, 2x teng 8, x teng 4 bo'lagan. Demak, bu yog'i 4 bo'lsa, mana bo'lagim 4, mana bo'lagim ham 4, umumiy 8 bo'ldi. 14 bo'lishi uchun demak mana bu joy 6 bo'lib qoladi. Mana bu yog'i 6 ekan. Endi bu A1 nuqtani mana bu joyga parallel ko'chiraman. Bu ham demak A2 nuqtaman yana R masofaga tushadi va parallel ko'chadi. Shunda A1 A2 nuqtalarimiz mana bunday holatda bo'ladi. Va mana bu yoqda katta to'g'ri burchakli uchburchakda Pifagor qo'llash orqali topsak bo'ladi ana endi. Ya'ni 6 ning kvadrati qo'shilgan 2r ning kvadrati, r ning o'zi 2 ildiz osti 3 bo'lsa, kvadrati r ning o'zi 2 ildiz osti 3, 2r deganim 4 ildiz osti 3, kvadrati 16 kara 3 bo'ladi. Barobar A1 A2 ni kvadratiga. A1 A2 ni kvadrati barobar 36 plus 48 bo'ladi. Qo'shadigan bo'lsak 84. A1 A2 ni o'zi demak bizda 2 ildiz ostida 21 chiqadi. Demak, to'g'ri javob A kalit bo'ladi.